Bolalar, yaxshi niyatda to'y boshlab qo'ygandim. Xudo xolasa o'tasizlar. Tabriklaymiz, baxtli bo'l, jo'ra. Baxtli bo'l. Shu orqasidan gapirishmasu shu bola yomon sho'stiraydi. Bitta boyi qiziga uylanyapti. Ana qizni ko'rsang, shunaqa xunuk. Kiringlar, mehmonlar nima turibsizlar? Hozir kiramiz, adushi. Bo'ldi, men cho'ponlarga qarab turaman. Ayajon keldi mehmonlar. Orqasidan gapirishmasu, qaysi pulga quryapti bu uchastkani? Lekin orqasidan gapirishmas. Gapirganmiz yo'q. Maza qilib kelding Amerikadan. Endi o'ziga yarashan ular. Havas qildim. Aka, yordam berolmaysizlar, iltimos. Hozir. Yaxshi kunlaringizga ishlating, faqat ichmang, xo'p? Orqasidan gapirishni yomon ko'raman-u, yomon amalga qilishni yaxshi ko'radi bu. O'zicha mehribon. Orqasidan gapirmayapmiz-ku. Tak, ehtiyot bo'lamiz akalar. O, молодец. Ajigar, Toshkentda shuncha mebel do'konlar bor. Nima aynan qora suvdan olsa uzoq emasmi? Nima so'zoq? Shuni qo'yliqdan o'tgandan keyin Qorasuv mebelchilar shaharchasi, buyog'ini qanaqa mashhurligini bilasanmi? Bu shaharchada 60 dan ortiq mebel do'konlari bor. Detskisi ham bor. Undan tashqari Qurbon hayiti munosabati bilan 10% dan 50% gacha hamma do'konlarda skidka ketyapti. Orqasidan gapirishmasu, ana shu mebellarni ham shu qaynotasining puliga olibdi. G'iybat o'ylang. Orqasidan gapirishmasu deyapsan-ku, lekin gapiryapsan-ku. Gapirmagan joying qolmadi. U yog'imdan gapirding, bu yog'imdan gapirding. Gapirgani boshqa joy yo'qmi? Gaping bo'lsa, yuzimga gapir. Erkak!